Xanım qızlar və balalarımız şundaq yaqtırıb yeydigan şuti aşani oilada faqat birla nöqtəyə diqqət qilsak, sirtlardan qilishmagidek çürük ham nəhayət yeyishlik qilg'il bo'ldi. Qilish usulimi nəhayət oddiy bo'lib, birla qitim ko'rsangiz cho'qim o'rganolasiz, ham so'ginish boshlaylik ketdi. Avval o'zimizning amaliy ahvoliga qarab tayyor qilib rak, ya'ni shani pakiz yuyatgandan keyin tümü qismiga pichoq urib suratdagidek mana shunday qarjipini tatib olib bitamiz. Şuti aşağıya bir tal yangyo və xunşu qıtversək təxim yeyişlik buludu. Tayyor qilib olgan materiallarimizni qalamchi qilib to'g'rab tayyor qilib olamiz. Andın rak, yangyo xunşularning ustiga 2 qush atrofida qunoq kraxmal to'kib, ost ustini rosa aralashtirib olgandan keyin qozon ko'proq miqdorda may qo'yib, avval yangyo va xunşularni silib, birdan zali qilib, suratdagidek mana mushalat kelgandan keyin buni suzib olib, arqadan tayyor qilib olgan rakni solamiz. Raknımız suratdagidek mana shunday seriq ham churuk holat kelgandan keyin buni suzib olib, qozonga yana nəhayət az miqdorda may qo'yib, zanjil, sompiya samsaqlarni silib, birdan qo'rib, mizlik purqini chiqargandan keyin cho'ng ustamning rakqorimiz tetqosidan bir qo'shiq solamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Ailemizda rakqorimizni o'xshatmagan yoki sirtdagi o'xshash chiqarmagan tuqqanlar mushnisini baqsana bo'ladi, ta'minat yaxshi chiqadi. Orqadan materiallarni silib, o'tning besimini yuqori qilib, davomli 7-8 aralashtirib o'rib qo'yib, to'g'rab tayyor qilib qo'ygan ko'k qizil laza kunjutlarni silib, yana davomli 7-8 aralashtirib o'rib qo'yiblar taqsiga olib iste'mol qilsak bo'ladi. Shu tiyashani oilada mana mush usul bo'yicha qilsanglar, ta'min sirtlardagidan qilishmoqda chiqadi do'stlar. Amsa ahirda qo'llash ustidan yurakdan birini besib, Pingli rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llagan cho'ruq tuqqanlarimning tini salomat bo'lsin, ishlari o'ng chiqib ketsin, kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.